Bir oyda 1,5 million daromad deganim endi o'rtacha. Ha, hozir mana mollarni shoqi nima sababdan kuydirilishiga bu stil yaxshi ekanmi, mana shu zot yo bo'ylab ertamandan kechgacha mol tayyor yurgan yaxshimi? Majbur olganmiz. Majbur bo'lgansiz. Bo'ldi. Sharoitlar, suvlari qilib qo'yilgan. Nima kamchiliklar bor endi doktor? Nimada maslahat berasiz? Keyin yana urib qo'yish xizmatlari bo'lsa, sabab ukamiz buni qo'pqa pastga necha kilo qo'yish, nimalarni necha kilo qo'yish kerak? O'rtacha 46 kilo. Assalomu alaykum. Sementar kanalining hurmatli obunachilari, hammalaringga Allohdan barakalik tilagan holatda bugungi video rolikni boshlaymiz. Bugungi video roligimizda buqa boqish haqida bo'ladi. O'zimni eski qadrdon do'stim, yoshlikdan birga katta bo'lganmiz mahallada shuni boqayotgan buqalari bor. Anchadan beri maqsad qilgandik. Bular qachon olindi, nima ozuqalar berilyapti, buqa boqishda nimalarga ahamiyat berish kerak, hammasini qo'ldan kelgancha yoritib boramiz. Mana daftarlari ham bor ekan. Hamma molda mana sariq anaqa qilib yozib qo'ygan. Olinganda necha kilo edi, oyiga necha kilodan qo'shyapti, hammasini yoritib beramiz. Video ko'rishdan oldin layklar bosib, pulni chorva ishqozlarga padrisa qo'yinglar, чтобы xalqimizga manfaatli video bo'lsin. Oliy toifali doktorimiz bor. Shuni ham qo'ldan kelgancha qanaqa xizmatlar bor, yoritib beramiz. Syomkani boshladik. Xo'p, bitta 7 bosh buqalarimiz a. Mana sharoit qilingan o'rtacha, xo'p. Joylar nechiga necha razmeri? 20 ga 20 bo'lsa 2 sot atrofida joy bo'ladimi? 2 sotiga joy qilingan. Mana shunaqangi 4 sot bo'ladi. 4 sot bo'ladi. 7 bosh buqalar olingan. Do'stim, qachon olingan endi bu buqalar? Aprelda. Nechinchi aprelda olingan kuni? 12-aprellarda olingan ekan-da, to'g'rimi? Ha? 22. 27-aprelda olingan. 27-aprelda xo'p 31 milliondan olinganmi? 31 milliondan olingan, xudo xolasa, o'sha mahalda o'rtacha jivoyesi 400 kilo atrofida bo'lgan. Ha? 400 kilo, 450. 400 kilo aytilgan, endi totilmagan endi. 400 kilo atrofida bo'lgan. 350, 400 atrofida bo'lgan. Bo'ldi. Bunga berilayotgan ozuqalar silyos tashab qo'yiladi oldiga. Bizzatni ko'pchilik videoroliklarda aytdik, mollarni boqishda hech qanaqangi rejimlarga amal qilmagan holatda boqish kerak. Molni bizzatni hozir soat 11 dan 5 minut o'tdi, ertaman tashab qo'yilgan ozuqasi. Hech qachon oldin uzilmaydi. Ha? Uzilmaydi. Uzilmaydi. Xo'p, mana yeyotgan ozuqalar, yemlarni ham ko'rsatib ketamiz a. Bo'ldi. Bu mollarga berayotgan yemingizni ko'rsating endi. Doktor, keling. Doktor, to'xtab tur. Assalomu alaykum. Doktor ukamiz ham kelgan. Kimga chorva hayvonlarini qanaqadir profilaktika ishlari zarur bo'lsa, nima xizmatlar qilinadi, xudo xolasa? Yuqumli kasallarga qarshi Emlash, davolash, sun'iy qochirish, veterinariya tomonidan qanaqa yordam kerak, imkon qadar yordam qilamiz. Ukamiz haqiqiy vijdonan chorvaga faqat tuzatishga harakat qiladi. Hali nohisob qaytib bir tinga qimmat dorilar reklamasi yoki bo'lmasam tuzaladigan molni ham o'ltirishga umuman harakat qilmaydigan inson. Do'stim, bu yemlaringizni ko'rsataylik. Kepek, To'xtab turing. Kepek, kunjara, o'zimizni paxta shiroti. makka, Makka yorma, kepek, un, yana shu shirot bor edi, shirot. rap shiroti yo'q. Tuz ishtimo qo'shilgan yo'q. Tuz bor. Endi qarab turing. Bu Vitaminlar bor. qanaqa vitamin bor? Suvda bor, vitamin bor. Qanaqa vitamin? Olib keling, xalq ko'rsin, do'stim. Siz bilasizmi, faqat mol boqqan tug'ilmagansiz, yaxshi insonsiz. Bundan boshqa dehqonchilik bilan shug'ullanadi, do'stim. O'zi yetishtiradi ko'p narsani. Haqiqiy mehnat orqasidan bola chaqa boqib yuraman degan insonlardan biri. Chayni soda ekan bu. Bu kalsiy. Bo'ldi. Bunga bu kalsiy ekan, vitamin emas, bu kalsiy. Xo'p, buni bundan beriladi. Bundan ozroq aralashtirib. Xo'p, mo'ni tarkibi qancha nima qo'ydi? Necha kilo kepek qo'shilgan, necha kilo makka, necha kilo arpa? 75 kiloga 50 kilodan. 75 kilo kepaga, 50 kilo kunjara, 50 kilo makka, 50 kilo ikkinchi sort un. To'g'rimi? Yeyishga yaroqsiz bo'lgan un, to'g'rimi? Mana. Doktor aka, nima deb o'ylaysiz? Mana berilayotgan ozuqada qanaqa kamchiliklar bor? Nimalar bilan to'ldirsa bo'ladi? Endi siz ham uzoq yildan beri Imkon qadar hammasi yaxshi. Endi arpa qo'shilsa, imkoniyatga qarab arpa qo'shilsa yaxshi bo'ladi. Shu o'rinda yana bitta ma'lumot, ko'pchilik biz aholi chaqiradi, semirtiradigan ukol qilib bering deyishadi. Semirtiradigan asli ukol yo'q.
imkon qadar toza yem bilan boqqan ma'qul. U siz ham mana shu mollarga biror marta unaqa dori-darmon qilinmagan, tavsiya qilmaysiz ham misol, zarurat bo'lmasa kerak emas uni. Zarurat bo'lmasa shart emas. To'xtab turing endi. Molda ham endi qilgan yaxshi, qachonki kasal bo'lsa, kasal bo'lmasligi uchun nima qilish kerak mollarda o'zi? Kasal bo'lmasligi uchun imkon qadar birinchi o'rinda shu veterinar mutaxassisini chaqirib turib, o'sha kerakli vaksinalar qildiriladi. Kasallarga qarshi. Mana shu mollar har oyda tortiladi. Hozir bir oyda eng pasti necha kilo qo'shdi, eng baland necha kilo qo'shdi mollar? O'rtacha 46 kilo. Eng balandi, eng pasti 35 kilo atrofida qo'shdi mana shu holatda. Eng balandi 51 kilo. Eng pasti 37 kilo. Eng pasti 37 kilo. Buzgani o'chiring. Silyozlarda buni qoplab qo'ysangiz nima ko'rsatib ketaylik? Ya bu mana shunaqa qilib qoplab qo'yilgan, o'tiraveradi xudo xolasa. Misol ko'pchilik aytayapti. Pashshasi bor ekan, pashsha bosadi endi. Doktor ukamiz yaxshi maslahat berdi. Chorva hayvonlarni oziqlantirib, birinchi o'rinda silyozga e'tibor berish kerakmi? Birinchi o'rinda silyozga e'tibor berish kerak, ko'p ana aynab qolgan yo'llarni bermaslik. Keyin donli silyoz bosiladigan bo'lsa, yaxshi semiradi mollarda. 1 kilo silyoz tarkibida o'rtacha misol hozir aytib o'tib ketdi. Donni o'zi 30% dan ortiqroq don bo'ladigan bo'lsa, o'sha talabga misol javob beraveradi. Bu hozir umuman 10% ham chiqmayapti. Bu do'stim o'zi misol anda qo'ygan bilan arzonligi uchun olib qo'yganmiz buni. Majburiy olganmiz. Majburiy olgansiz. Bo'ldi. Sharoitlar, suvlari qilib qo'yilgan. Nima kamchiliklar bor endi doktor? Nimada maslahat berasiz? Kamchilik joylari yaxshi. Endi imkon qadar tagiga e'tibor beriladi. Shunaqa balota, axlatlar to'planadigan joy bo'lmasligi kerak. Ancha-muncha kasallik ham shu yerdan kelib chiqish ehtimoli katta bo'ladi. Shu yerdan kelib chiqadi. Atak misol mollar bo'sh yursa hech qanaqangi semirishga ta'sir qilmaydi. Yo'q, naborot yaxshi bo'ladi. Hozir mana bu zo'r ma'lumotni aytdim. Mollarni shoqi nima sababdan kuydirilishiga bu sababi misol mana shunaqa yurganda bir-biriga tirnoq bermaslik uchun kuydirib qo'yiladi. Bermaslik uchun keyin 20-30% ga o'g'nalishi ham yaxshi bo'ladi. Shoqi yo'q molda. Rivojlanish yaxshi bo'ladi. Ammo uniki haqiqatda shoqi o'zi shu zo'r ko'targan. Qarang, bog'baqalarini. Ishqibozlar bo'lsa sotib olaveradimi bu? Bitta hamda urug'ga so'ragan, zotga so'raydigan bo'lsa, agar kimgadir mana shunaqa mollarni urug'idan, Yevropanikidan kerak bo'ladigan bo'lsa, sizda bormi urug'lar topsoqdan? Imkon qadar hamma urug'lardan topib qo'yib berishga harakat qilamiz. Qanaqa zotda mollar galishda ham bor? Bo'lishda ham bor, Simmental, Angus, Eston, Avlikol, Limuzin hamma urug'lardan bor. Bor, xudo xolasa. Xizmatlar shu Farg'ona viloyati va shu vodiy bo'ylab qilib berilaveradi. Suv o'g'ri shoxni qarang. O'ta ham dahshat holat. Suv ishlarini ham ko'rsatib ketaman. Mollar xohlasa o't yeydi, xohlasa suv ichadi, xohlasa yotadi. Mana shu do'stim ismi Ulug'bek. Ulug'bek qachon kelarkan, menga o't solarkan, qachon suv berarkan degan narsa bo'lmaydi. Mana sharoit ham zo'rlik uchun ham mollarni semirishi yaxshi. O'rtacha bir kunda 1 kilo 600 dan semiryapti dedingizmi bittasi? 1 kilo 700 mi? Bir kunda qilayotgan rasxodingiz nechi pul endi misol? Silyoz bilan 35 mili yemayapti. 7 kilo yemayapti ekan siznashda. 20 qanchalik silyoz yeyapti hozir? 50 ming atrofida rasxod qilyapti. Bir kunda misol o'rtacha jivovesini aravani qurg'oq qochmaylik, realni boqadigan bo'lsa 65 ming hisoblagan taqdirimizda ham 1,5 kilosi 100 ming atrofida bo'ladi. Ha? Bir oyda 1,5 million daromad deganim endi o'rtacha. Ha, hozir keyin yana urug' qo'yish xizmatlari bo'lsa, Sardor ukamiz nomerini qo'yib 27-aprelda olingan bo'lsa, o'sha 5 oy bo'libdi-da. To'g'rimi? Boqlik boshlaganiga. O'zlaring misol hammani xonadonida bemalol mashina qilib boqsa bo'laveradi, sharoit bo'lsa. Molni qarang, holatini. Bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Demoqchi bo'lganimiz, hamma chorva hayvonlarini boqishda imkon darajasida tabiiy yo'llar bilan boqishga misol yetmaydi. Doktor, yana bitta mavzu, misol bir kunda berilayotgan chorva hayvonlar uchun somon qancha berish kerak? Atalaga nima deysiz? Misol ko'pchilik o'zini o'zi qiynaydi. Qanaqadir misol foyda ziyonlari haqida ham qo'ldangancha gapirib o'tkazsiz, yaxshi bo'lardi. Ataladiganizga imkon qadar endi eski o'sha quruq yemlarda boqqan ma'qul deb hisoblaymiz. Endi ataladi. Mehnati ham kamroq bo'ladi. Kamroq bo'ladi. Umr moltayda o'tib ketmaydi-da. Gap. Imkon darajasida molga ham sharoit qilish kerak, egasiga ham sharoit qilish kerak. Mana shu bola do'stim Ulug'bek necha yildan beri mol boqasan? Uzr, sen so'rab boribman o'zi. Ishimiz chiqqandan mol boqamiz, orada
5-6 yil dam olib, endi yana boshladik. Mana shu oldin misol 20-30tagacha mollar boqqansan, qarab tur. Bo'ylab boqqan. Mana shu stil yaxshi ekanmi? Mana shu zot yo bo'ylab ertamandan kechgacha mol tayyor yurgan yaxshimi? Sen o'zing shaxsiymi, vijdonan? Boya baxsang, ertalabdan kechgacha molga qarash kerak ekan. Baylab boqadigan bo'lsang. Ertalab 1 soat, kechga 1 soat qarab qo'yamiz, orada albatta bir aylanib kelib turib, vanna suvga to'ldirib qo'yamiz. Bo'ldi. Mollar semirishi yaxshi. Mollar Doktor, misol hozir O'zbekistonda go'sht ko'tarilib ketishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Shu savolga ham misol xalq ichida ko'p yurasiz. Siz ko'proq misol mijozlaringiz buqa boqadimi yoki sigir boqadimi? Misol nima sababdan shu qanaqadir yo'llar bilan go'shtni arzonlashtirsa bo'ladimi yo'qmi? Endi birinchi navbatda ko'paytirishni harakatini qilish kerak. Bizni territoriyada endi bizni amaliyotimizda urg'ochi hayvon kamligi. O'zbekiston sharoitida Ko'paytirish kamligi. Ko'proq urg'u o'sha Novvosga berilgan. Go'shtni mahsulotini ko'paytirish uchun shu novvos boqilgani o'sha kam bo'lyapti bizda. Hozirgi holatda mana 10 yil oldingi veterinariya sohasi hozirgi holatda ancha rivojlangan. Oldin misol o'ylardi, Yevropadan kelayotgan mollarni boqib bo'lmaydi, oyoq og'riydi. Siz misol doktor sifatida hozir boqib foydalansa bo'ladimi oddiy xo'jaylar? Albatta sharoit qilsa hamma narsaning iloji bor. Sharoitga bog'liq hamma. Sharoit qilib birinchi o'rinda ozuqaga e'tibor beradigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Naborat bizga qaraganda shu immuniteti baquvvat bo'ladi, o'g'in olishi, vес qo'shishi yaxshi bo'ladi. Gap yo'q. Kimda qanaqadir savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentariyga yozaverasizlar. Biz sizlar bilanmiz. Bizga misol bundan hech qanaqangi misol manfaat kelmaydi. Duo qilib, imkon darajada kimi qanaqa chorvaga oid muammoli andaqalar bo'layotgan bo'lsa, Telegramdan kommentariyada izohlarni qoldiraverasizlar. Yoritib boraveramiz. Hozir mollarda har 6 oyda emlatasizmi, do'stim? Vaksinalar qilib qo'yiladi, to'g'rimi? O'sha vaksina kelgan joyda nimani chaqirdik, chiroyli qilib vaksinalar qilindi. Uni misol mollarga umuman ziyoni yo'q, to'g'rimi? Vaksina, naborat foydasi bor. Kasallik bo'lmaydi. Bo'lgan taqdirda ham hech unaqa qiynalchilarsiz anda qolib ketadi. Mana shu mollar o'rtacha necha kilo keldi eng kattasi? 680 kg. Mana shu kattasi? Yo'q, mo'mi yo'q. Mana shu 680 kilo tortildi. Jovesiga 680 kilo kelgan buqamiz mana. Hozir mana ikkita chiroyli joy qilinyapti. Endi maqsad bittasi 680 kg. Mana shu kattasi? Yo'q, mo'mi yo'q. Mana shu 680 kilo tortildi. Jovesiga 680 kilo kelgan buqamiz mana. Hozir mana ikkita chiroyli joy qilinyapti. Endi maqsad nima endi? Buqa boqqan yaxshi ekanmi, sigirga? Qiziqishga birinchi buqa boqdik. Bash zotli moldan. O'zimiz hali oldingi mollarga nisbatan foydasini endi sigirga o'tmoqchisan. Sigirga 100% o'tmoqchi emasmiz, novvos ham turadi. Novvos ham bitta ikkita turadi. Gap yo'q. O'tmoqchi. Mollar holati mana shu hol mana, qadrli do'stlar. Gap yo'q. Kimga veterinariya sohasida dori, mollarning vaksinasi, davolash, uzi qilamiz, aloqaga chiqib maslahatlar olish kerak bo'lsa ham bemalol unda qilaverasizlar. Xudo xolasa shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Sog' bo'lsalar ham bo'ldi. Inshaalloh keyingi videolarda shunaqangi videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz.